ovqatlandim deylik. Ovqatlanaman, oshqozondan o'tadi ovqatim, ingichka ichakdan qonga so'riladi, to'g'rimi? Ingichka ichakdan keyin qonga so'rilganda qonda glyukoza ko'tariladi. Biz yegan mahsulotimiz, lyuboy mahsulotimizda bor. Faqat suvda yo'q bu narsa. Qonda glyukoza ko'tarildi. Glyukozani bizning insulinimiz oladi, hujayraga olib kirib beradi. Hujayra uni energiya sifatida sarflab chiqarib yuborish kerak bo'ladi. O'zi aslida vazifasi mana shu. Lekin bu narsa o'zi insulin o'z aslida olganda insonni tanasida 3 marta oshishi kerak. Normal, stabillik 3 marta oshsa o'sha normal bo'ladi. Lekin bizda 33 marta oshadi. Nima uchunligini men sizlarga tushuntiraman. Qaranglar. Juda ko'p ayollarimiz bu narsaga e'tibor bermaydi. Voy, men ovqat yemayman, o'zi shundoq ham bu ko'p ovqat yemayman deyishadi. Ya'ni faqat bu ko'p ovqat yegan ovqat deb hisoblashadi-yu, orasida olma yesa, bittagina kichkina shokolad yesa, qurt yesa, yo bir dona semichkani chaqib qo'ysa yoki pasuda yuvayotganda o'sha bolasini ovqat qolib ketadi, misol ozgina tuxum, o'shani olib og'ziga solsa, pilisos qotganda uyda misol uchun nimadir